Güzel qizlarim, sakranglar qani? Hurra, maktab forma qilamiz. Dingillamanglar. Shoh Sulton chiqsinlar qani, toyim. Dada, men maktabga bormayman-ku. Sizni kiyim olishga emas, voy seni faqat qizing bormi? Oling yo'qmi? Prikol qilgan dushmanlarimdan alamni olishga olib keldim. Soyaga kalla tashlagan to'y bor. Shoh Sulton chap tomonga qarab bitta ko'zingizni qisib qo'ying-da, ota. Nimaga? Ana chak soat o'tirgan xola birinchi muhabbatim bo'ladi-da. 4 ta qiz ko'rganimni eshitib, ziq bo'lman, qizingizga o'zim o'limda uylantiraman dedi. Ko'zingni yaxshilab qisib qo'ydi, qiziga seni uylantirib qo'yaman. Yeganing shu bo'lsa. O, mana Shoh Sultonga yangi to'pli olamiz. Yo'q, menga-chi. Ha, sen opang eskisini kiyasan. Menga-chi. Sen ham opang eskisini kiyasan. Menga-chi. Siz ayangizni eskisini kiyasiz, qizim. Dada, sen desa bering. San desang nima u? Sandes Eronda ishlab chiqarilgan natural sokli ichimliklar. Apelsinli va mangolisi вообще dahshat. Noseger sir yo'q deganimi bu? Yo'q, bu qora sabzili shakarsiz sandes. Ya'ni diyetadagilar ham bemalol ichsa bo'ladi. Voshi dahshat ekan. Mahallamizdagi magazinda bunaqasi yo'q-ku dedi. Haqiqatda zo'r ekan. Bo'ldi, distributorlarga nomer qo'yib qo'yamiz, optib soqqani qiladi, qizim. Bularga gaz istamang, gaz sizdan bering. Nimaga sizga gazsiz? Bugun bozorda dunyo pulini ishlatib yordimda. Uyga borsam xotin shundoq ham gazimni beradi. Hey, dada, men maktabga bormayman, kiyim olmayman. Ana esi yo'q qiz, maktabga bormasang, o'qimasang, seni kim boqadi? Menim boqadi. Voy sharmanda. Men ham o'qimayman. Ana tentak, seni kim boqadi? Xotin. Assalomu alaykum. O'rtoq bo'lib berish agentligidan keldik. Kelinglar. Marhamat. Kimga o'rtoq bo'lib berish kerak? Menga Demak, umuman o'rtoqlaringiz yo'q. umuman yo'q. Sizga qanaqa o'rtoq bo'lib berish kerak? Variantlar bormi? Birinchi variantimiz nomiga o'rtoq. Qanaqa u? Ora-orada ko'rishib turamiz. Va juma kunlari juma muborak degan SMS yuborib turamiz. Yana variantlar bormi? Problema o'rtoq bor. Qanaqa u? Faqat problemada bo'lamiz. Va u problemalarga sizni ham aralashtirib turamiz. Yana qanaqa variantlar bor? Keyingi variantimiz Patxalin o'rtoq. Ko'rsak bo'ladimi? Ko'rsat. Iye do'stim, o'tirsangchi, sen o'tirishlarga loyiqsan. Yuzlaringni qara, faizliligini qara. Rahmat. Masajlar qilib qo'yaman do'stim. Mana shunaqa bo'ladi. Bularning hammasi faqat pulingiz borligida bo'ladi. Pulingiz yo'q bo'lsa, bu o'rtoqlar ham yo'q bo'ladi. Yo'q. Menga yaqin do'st kerak. Yaqin do'st varianti bormi? Bor. Faqat qimmat. Pulidan muammo yo'q. Hey, Do'stim. voy yaqinim. O'y, kalta, uyingga qizlar olib kelsa bo'ladimi? Voy. Kechirasiz. Shartnomani bekor qilsak bo'ladimi? O'zi shartnomaga qo'l qo'yganingga endi 2 soat bo'ldi, o'rtoq. Jinnimisan, qanaqa qilib alohida yashaymiz? Dadamga nima deyman? Dadam bir zum tashab ketamizmi? Hayotda rozi bo'lmaydi. Men ham aytmayman, dada biz alohida yashamoqchimiz deb. Dadam o'zida so'raymiz, hech qachon rozi bo'lmaydi. Dada, qarochi biz alohida yashamoqchimiz. Nima deysiz? Mayli, ketur. Kim bor? Uyda kimdir bormi? Hozir Kim bor? Baqirmang. Kim o? Gazdan keldik, qarzlaring bor ekan. Ha, hozir dadam chaqiraman. Men bir o'zim yashayapman, o'zim to'layman. Qancha ekan? 1,5 million. Yo'q, dadajon. Seni gapingga kirib, arzimagan pulga issiqda ishlab yuribmiz. Ha, yuruvdik aniqda dadam pensiyasini yeb. Sal erkak bo'ling. Mustaqil hayot kechirgandan keyin qiyin bo'ladi-da. Mustaqil hayot emas bu. Dadamsiz hayot bo'lyapti bu. Ishlamayman men. Pul yo'q vaqtda har oy счётка ham almashtirish kerak. Buni hojati yo'q. Bizda axir biometrik счёткалari bor. Biometrik счёткалari sifatli va o'z holatini yaxshi saqlab qoladi. Eng asosiysi hamyonbop. Endi har oy счётка almashtirishni hojati yo'q. Biometrik to'g'ri tanlov. Zo'r ekan-u, qayerdan olding buni? Dadingiz olib bergandilar. Dadam bizga doim yaxshisini tavsiya qilganlar. Dadajonim sog'indim. Axiri qaytdik dada. Voy o'zim. Nevarangiz xuddi o'zingizga o'xshaydi. Uydan ketganga bir hafta bo'ldi. Bolani qayerdan topding? Bu haqida o'ylab ko'rmadingmi? Haqiqatan bilaman. Bolam meniki edi, so'rab turishdi. Bilet.